O'simliklaringiz uchun biohumus, torf va tayyor qorishmalar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sizlar bilan yana bir bor organik chiqindilar olamidan telelavha qilyapmiz va Landschaft.uz telejurnalda organik chiqindilarni o'g'itga va biohumusga, kompostga qayta ishlash jarayoni bilan sizni Plexanov Pyotr tanishtirib o'tadi. Bugun kelgan juda ham yangi ot axlati. Ot chiqindisi unchalik sasimaydi. Nimaga desangiz, chunki bundan kompostlash jarayoni o'sha ot tagidan chiqqanidan boshlanadi. Nimaga desangiz, chunki somoni bor, aralashadi va bakteriyalar baribir ishlashni boshlaydi. Bizning vazifamiz esa va shaxsan meni vazifam bu ko'rsatuv davomida sizni qanday qilib aerob kompostlashtirish jarayoni bilan tanishtirish va men bunga harakat qilaman. Hozir esa sizlar bilan amaliyotga o'tamiz. Amaliyotga o'tishdan oldin esa birga aerob kompostlashtirish jarayoni nima ekanligini tushunib olamiz. Aerob degani nafas olish degani, ya'ni havoli. Nafas oluvchan bakteriyalar faqatgina havo, ozuqa, namlik va ma'qul harorat bor joyda ko'payib organik chiqindilarni qayta ishlashi mumkin. Shuning uchun biz sizlar bilan bugun bakteriyalarimiz uchun qulay sharoit yaratishga harakat qilamiz. O'tgan safardagi ko'rsatuvimizda sizga kompozitus, ya'ni kompost so'zi kelib chiqadigan lotincha so'z ko'p tarkibli ma'noni bildirishini aytdim va bugungi aerob kompostimizni ham biz har xil tarkibdagi komponentlardan tuzishga harakat qilamiz va sizlarni shu tuzish jarayonida sekin qadamma-qadam o'rgatib boraman. Bu ko'rsatuvda amaliy qismida menga sherigim va yordamchim Yura yordam beradilar. Ular bizani ish korxonamizda ular texnologlar va hamma narsani qanday bajarilishini, nima tartibda solinishini juda yaxshi biladilar. Mana aytib o'tganimdek, biz birinchi drenaj qilib olishimiz kerak. Ya'ni drenaj nima degani? Keyin buni ustiga go'ng, chiqindi, barg, xazonlarni qo'yganimizdan keyin va suvni sepganimizdan keyin ortiqcha suvi pastga tushib yuvilib ketadi. Yer uni shim oladi. U tagi qattiq bo'lmasligi kerak. Suv o'tkazuvchan bo'lishi kerak. Shuning uchun biz begona o'tlardan bu yoqqa drenaj qilib qo'ydik. Mana aytib o'tmoqchiman, bitta begona urug'lar bor. Bular hammasini o'ldirishimiz kerak. O'tgan safardagi ko'rsatuvimda aytib o'tgandek, anaerob kompostlashtirish jarayonida bu urug'larni o'ldirish qiyinroq. Chunki bulardan bir nechtasi baribir jon qoladi va ertasi kuni dalangizda, ko'chatingiz tagida chiqishi mumkin. Lekin aerob shaklida kompostlashtirish jarayonida bular hammasi o'ladi. Nima uchun? Chunki issiqlik bo'ladi. Hozir biz bunga go'ng tashlashni boshlaymiz. Yura go'ngni tashlaydi, men boshqa chiqindilarni tashlayman va bularni qatorma-qator qo'yamiz. Mana bu go'ngni ichida ko'rib turganingizdek ot tagiga solinadigan somonlar bo'ladi yoki ot yemagan somoni ham bor. Ular hammasi bizga yordamchi. Nima uchun? Chunki aerob usulida qilinayotgan kompost albatta havoga boy bo'lishi kerak va u somonsiz yoki qanaqadir boshqa organikasiz uni qilib bo'lmaydi. Eskirib qolgan qattiq qo'y axlati ham bor. Yantoq, har xil begona urug'lar, begona o'tlar bilan tashlayman. Uni ziyoni yo'q. Nimaga desangiz, chunki u kompostlashtirish jarayonida hammasi mayinlashib, bir tekis bo'lib chirib ketadi. Mana qarang qanday butun bo'linglar. Juda qattiq. Lekin bakteriya va shu mikroorganizmlar ishlovi yordamida bular hammasi yeyilib ketadi. Mana uyimiz kattalashyapti. 1 metrdan past bo'lmasligi kerak. Hamda diametri kamida 1,5-2 metr bo'lishi kerak. Nimaga desangiz, chunki shundagina buning harorati ko'tarilib tushmaydi. Mana suvni ham ayamasdan ko'proq qilib
solishi mumkin. Nimaga desangiz, chunki pastda drenaji bor. Axlatlar, chiqindilar o'ziga kerakligini tushib oladi. Qolgani bemalol pastga to'kilib ziyon yetkazmaydi. Mana anaerob usulida kompostlashtirish jarayonini gapirganimda foydali bakteriyalarni gapirdim. O'zimiz ishlab chiqarayotgan bakteriyalarimizni va bu usulda ham bular aynan kerak bo'ladi. Nima uchun? Chunki bularning ko'pi aerob, ya'ni nafas oluvchan bakteriyalar. Uni suv bilan aralashtirib sepib yuborishingiz mumkin, yo bo'lmasa o'sha konsentratni o'zini sepib yuborishimiz ham mumkin. Biz buni ayamay sepamiz. Nimaga? Chunki bizda bular yordamida jarayon juda tez o'tadi. Mana go'nglardan tashqari organik chiqindilarimiz ham bor, barglar va boshqa hokazo narsalar qo'shilgan, chala chirigan. Shularni ham biz umumiy uyumimizga qo'shib tashlab yuboramiz. Bu chiqindimiz foydali bakteriyaga boy. Biz oldindan u kelganda unga ustiga sepib yuborganmiz. Bu birinchi bosqichimiz va birinchi bosqich nimadan iborat? Buni faqatgina shu uyum qilib qo'yishimiz kerak. Shunisi yetadi. Lekin 2 haftadan keyin jarayonlar boshlagandan keyin uni lopatka yordamida yoki texnika yordamida aylantirib aralashib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bu juda muhim. Chunki ustida qolgan chirimagan va jarayon boshlanmagan bakteriyalar hali yemagan parchalar ichiga kirish kerak. Va yana bir marta aralashtirganimizda havo kiradi. Suv beramiz, yana bakteriya sepamiz. O'shanda biz har 10 kunda, har 2 haftada bularni aralashtirganimizdagina bu kompost juda tez va juda mayin, juda foydali, juda hidsiz bo'lib chiqadi. Mana aziz tomoshabinlar, uyumimiz tayyor bo'ldi. Aytganimdek, balandligi 1 metrdan past emas, mayli bir 95 bo'lsin, bo'ladi bu. Lekin yana bitta narsaga sizlar tayyor bo'lishingiz kerak. Qancha miqdorda organik chiqindilarni solishinglardan qat'iy nazar, baribir bu cho'kadi va hajmi o'zgaradi, kamayadi. Juda muhim narsa, qancha mayda bo'lsa, juda muhim narsa, kompost tarkibidagi narsasi qancha mayda bo'lsa, kompostlash jarayoni shuncha tez bo'ladi. Shuning uchun bizda eng yirik narsalardan birlari shu somon. Lekin somon 2 haftadan keyin uje tarkibi buzilib, chirishni boshlaydi. Mana hozir biz temperaturani o'lchaydigan maxsus bir uskunani tiqdik uyumimizga va u 5.7, 5.6, hay 5 gradus desak ham haroratni ko'rsatyapti. 5 gradus juda past harorat. Lekin 2-3 kundan keyin bakteriya ishlash boshlagan hisobiga buning harorati kamida 50-55 gradusgacha ko'tariladi. Va shu jarayonni keyingi ko'rsatuvlarni olayotganimizda sizga albatta ko'rsatib boramiz. Va bu uyumni aralashtirganimiz, bu uyum bilan ishlaganimiz hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Oxirgi qolgan ishimiz bu uyumni birinchi qizib olish uchun ustini plyonka bilan, polietilen bilan yopishimiz kerak bo'ladi. Kompostlash jarayoni aerob bo'lganligi uchun buni to'liq polietilen bilan to'sish mumkin emas va biz buni qilmaymiz. Bu plyonkani qo'yishdan maqsad chiqayotgan issiqlik plyonkaga urilib qayta shu uyumda qolishini. Chunki hozir havo harorati kechasi -4, -6 largacha tushadi va bu plyonka yordamida issiqlik ko'proq saqlanib qolib, kuchayib boraveradi. Va 1-2 haftadan keyin uni uje yechib turib, boshqatdan aralashtirib plyonkasiz ishlatsak ham bo'ladi.
organik chiqindilarni foydali o'g'itga aylantirishga qiziqqan tomoshabinlarga men yana bir bor aytib o'taman. Biz hali eng muhimiga o'tganimiz yo'q. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda hali chuvalchanlar yordamida bu chiqindilarni va axlatlarni qanday ishlash mumkinligini, keyin tayyor bo'lgan mahsulotni, kompostni qanday ishlash mumkinligini ham aytib o'tamiz. Biz bilan aloqada bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, marhamat bizning rasmiy kanalimizda, YouTube'da, Telegramda va shaxsan menga jo'natishingiz mumkin. Men javob berishga va sizga yordam berishga harakat qilaman. Shiorimizni esingizdan chiqarmang. Yerga hosildorlik, mijozga daromad. Siz bilan Plexanov Pyotr bo'ldi. Navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'simliklaringiz uchun biogomus, torf va tayyor qorishmalar